Malibu'ni puliga Malibu'da aqlli inomarka tavsiya qiling. O'zi narxiga eng arziydigan Malibu bo'ladi. Mayli Malibu haydashni xohlamasangiz, men sizga inomarka emas 5 ta Xitoy moshlarini sanab beraman. Qaysi biri yoqqani faqat obunachilar yozib ketadi. Например, Malibu'ni 25 dan 30 ming dollargacha desa, birinchi moshina BYD tank. 4 sekundda 100 ga chiqadi, 7 ta o'rinli, minilgani примерно 30 ming dollargacha olsangiz bo'ladi. Ikkinchisi BYD Han. Dual motor 3.9 sekundda chiqadi. Bitta motorli 700 km yurib beradi. Abduf, podogrev, massajı hamma narsasi bor. Uni ham yaxshi sostaniyada 30-32 ming atrofida olsangiz bo'ladi. Uchinchisi Vayak Free Apalatage. Uni 210 tali bor и 318 tali bor. 30 ming dollarga 210 tali olsangiz bo'ladi. Ozgina qo'shsangiz 318 ni ham beradi. Uni podveskasi bor. Torpedka tushib chiqishi zamonaviy. To'rtinchisi Zikr bitta motorli 710 km yuradi. Faqat ovotganda 50 ming probegini past olishga harakat qiling. Uni podveskalar bor. Ancha zamonaviy.